internetda ko'plab g'oyalar bor. Ba'zilari dunyoqarashimizni shakllantiradi, ba'zilari esa sezdirmasdan fikrlarimizga ta'sir qiladi. Ammo sizga savol: ular ishonchlimi? Nega ko'p g'oyalar tasdig'ini topmaydi? Nega odamlar bir haqiqatning turli versiyalariga ishonadi? Ijtimoiy tarmoqdagi barcha narsaga ishonish mumkinmi? Afsuski, yo'q. Chunki ma'lumotlar tez tarqatiladi, ammo tekshirilmaydi. Kontekstdan uzilgan bo'lar yoki faqatgina hissiyot paydo qilish uchun yaratiladi. Ilm-fan bu haqda nima deydi? Har qanday g'oya tasdiqlanguncha taxmindan boshqa narsa emas. Ammo bu xulosa butun dunyoga tarqamagan. Hozirgi kunda faqatgina koinot haqida mingdan ortiq nazariyalar mavjud. Ammo video bu haqida emas. Men bu videoda dunyoga tarqalgan va mashhur nazariyalar va g'oyalarni keltirib o'taman. Ammo ularga ishonasizmi yo'qmi, bu o'zingizga havola. Birinchi, koinot simulyatsiyasi. Bu nazariyaga ko'ra bizning koinot kompyuter simulyatsiyasi bo'lishi mumkin. Bizning hayotimiz, voqealarimiz, har bir harakatimiz yuqori darajada kimdir tomonidan yaratilgan va boshqariladi. Unda biz kompyuter tilida aytganda unda yozilgan kodlar bo'lamiz xolos. Qizig'i shundaki, zamonaviy fizika va matematika bu nazariyani inkor etmaydi. Bu nazariya xuddi biror fantastik film syujetiga o'xshaydi, shundaymi? Ikkinchi, haqiqat miya yaratgan model. Miya tanadagi eng murakkab a'zo. U axborotni tahlil qiladi, qabul qiladi va bizga haqiqat sifatida ko'rsatadi. Ammo eng katta savol shu yerda beriladi. Bu nazariyaga ko'ra haqiqiy hayotda rang yo'q, tovush yo'q, faqatgina yorug'lik va tebranishlar bor. Miya ularni tovush va rangga aylantiradi. Bu biz yashayotgan dunyo aslida haqiqiy emasligini isbotlaydimi? Aslida unday emas. Shunchaki miya real hayotning nusxasini emas, bizga uchun foydali bo'ladigan olamni ko'rsatadi. Ya'ni biz asl olamni emas, biz uchun kerakli bo'lgan dunyoni ko'ramiz. Ammo ba'zilar buni noto'g'ri talqin qiladi. Biz ko'rayotgan olam aslida soxta, real hayot esa mavjud emas deyishadi. Bu esa oxir-oqibat ilm-fanni rad etishga olib keladi. Bu ish esa albatta aynan hozirgi zamonda noto'g'ri. Uchinchisi, yasir teoriyasi. Bu ehtimol bu ro'yxatdagi eng taniqli g'oya bo'lsa kerak. Bu g'oya tarafdorlari sayyoramizning sharsimon ekanligiga ishonmaydi. Ular dunyoni tushunishning o'zgacha yo'llarini o'ylab topishgan. Ko'pchilik bu nazariya 1849-yil Samuel Robot tomonidan o'ylab topilgan deydi. Ammo aslida bu qarash qadimgi Misr va Mesopotamiya davlatlarida ham mavjud bo'lgan. Albatta, u davrda innovatsiyalar yo'qligi va faqatgina kuzatuvga asoslangan bilimlar bilan shu xulosaga kelingan. Bu bilan esa o'sha davr odamlarini ayblab bo'lmaydi. Ammo hozirgi kunda bunga ishonadiganlar dunyo haqida yaxshi fikrda emas. Ular hukumatlarga, NASA va shunga o'xshash kosmik tashkilotlarga, ommaviy axborot vositalariga ishonishmaydi. To'rtinchi, kosmik parvozlar yolg'on. Bu yasirchilarning noto'g'ri qarashlaridan kelib chiqqan g'oyalardan biri. Bu farazga ko'ra barcha oyga qo'nishlar, barchasi yolg'on va real hayotda emas. Yasirchilar bu haqiqiy emas, barchasi sahnalashtirilgan shunchaki tomoshalar deb o'ylaydi. Ammo bu tomoshalar nimaga kerak? Ular nazdida insoniyat haqiqatni bilmasligi kerak. Aynan qanday haqiqat? Yerning tekisligi. Mana shu gaplarga ham 50 yildan oshdi. Biroq hozirgi kunda ham oyga qo'nishlar aslida yolg'onligiga va sun'iy yo'ldoshlar mavjud emasligiga millionlab odamlar ishonadi. 5-si, yana bir taniqli va eng ko'zga ko'ringan nazariyalardan biri bu albatta vaqt sayohati. Bu nega taniqli ekanligini siz albatta tushunsangiz kerak. Bu
mavzu juda mashhur va ko'plab film va multfilmlarda olib chiqilgan. Shu sababli bu nazariyaga ishonch ham nisbatan yuqori. Ammo bu ilmiy tomondan qanchalik real? Hozirdan kelajakka sayohat qilish bu aslida isbotlangan. Qanday qilib deysizmi? Unda eshiting. Avvalo eslatib o'taman. Bu vaqt mashinasi tugmasi emas yoki teleportatsiya emas. Asosiy qonun vaqt hamma uchun bir xil emas. Bu sharoitga bog'liq. Tasavvur qiling, siz kosmik kemada turibsiz. Bu orqali kosmosda harakat qilasiz. Va kosmosda ma'lum umringiz o'tadi. Ammo Yerdagi vaqt tezroq. Siz kosmik kemada qancha uzoq yashasangiz, Yerning shunchalik uzoq kelajagida ko'rasiz. Ammo bu faqatgina hozirdan kelajakka borish. Ammo qanchalik rivojlangan bo'lmaylik, biz aynan hozirgi vaqtdan o'tmishga bora olmaymiz. Quyida men o'zim bilgan ba'zi g'oyalarni sizga keltirib o'tdim. Ularni siz ham bilardingiz. Endi savol: ularning qaysi birlariga ishonsa bo'ladi? Javoblaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Ularning barchasi qiziqarli, ammo dunyo nega ularni turlicha talqin qiladi? Javob hozirgi dunyodagi qarashlarda. Hozir ko'pchilik asosan ijtimoiy tarmoqlarda yashaydi. Bu shunday farazlar internetda tez tarqaydi va kutilmaganda butun dunyoga tarqaladi. Ular tekshirilmaydi, yoqtiriladi va ishoniladi. Bu sxema unchalik murakkab emas. Biror tushunarsiz holat ro'y beradi. Javob uchun afsona yoki faraz yaratiladi. Oddiy odamlar ham bunga ishonadi. Kamchilik ichida yaratilgan nazariya ko'pchilik ichida noto'g'ri qarashga aylanadi. Va tamom. To'g'ri, biz rivojlangan davrda yashaymiz. Ammo afsuski, aynan shu davrda ham dunyoda savodsizlik mavjud. Savodsizlik tanqidiy fikrlashni kamaytiradi. Natijada odam ilmiy fakt va farazni ajrata olmay qoladi. Ilm fanni noto'g'ri ko'rishadi va undan noto'g'ri ma'lumot olishadi. Agar o'z shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, ularning birortasiga ishonishga hali erta. To'g'ri, ba'zilarini butunlay rad etaman. Masalan, Yer va Oyga qo'yish ulardan ehtiyot bo'lish. Ular aytganimdek, internet paydo bo'lishi bilan tarqalishni boshlagan va shu jumladan mashhurlikka erishgan. Yuqorida men koinot simulyatsiyasini fizika va matematika inkor etmasligini aytdim. Ammo inkor etmaydi degani bu o'sha narsa mavjud degani emas. Biz shunchaki bu holat bo'lishi mumkinligini bilamiz, ammo uning borligini hali aniq isbotlaganimiz yo'q. Kelajak uchun baribir faraz bo'lib qoladi deb o'ylayman. Video so'ngida shuni aytmoqchimanki, aslida men bu videoga yana ko'plab g'oyalarni qo'shmoqchi edim, ammo ular o'ylagandan ancha ko'p bo'lib chiqdi. Shuning uchun keyingi videolar qo'shishga qaror qildim. Agar bu videoni davomli ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada yozing va kanalga obuna bo'ling.